Men 11 nafar Minecraft youtuberlarini Verity bilan jang qilishga taklif qildim. Salom Verity, sen bilan ancha vaqtdan beri ko'rishmagan edik. Xo'sh, nima gaplar? Meni o'sha vaqtda qo'lga tushirdim deb o'ylaganing esingdami? Ha, bu kulgili edi. Menga buni eslatishga xavotimmi? Onang. Qarab tur, Verityning enasini ko'rsataman hozir. Ichki xotirjamlik. Nima? Sen hozir shunda Verityni yo'q qildingmi? Verity, menga qara, agar bir qadam yonimga yaqinlashmoqchi bo'lsang, yer tagida bedrock bilan tuzoq yasalgan. Sen to'g'ri shu tuzoqdan yerning tagiga kirib ketasan. Ha. Meni bu arzu hiylalarga ishonadi deb o'tiribsanmi? Meni do'stim allaqachon bu tuzoqda zararsizlantirgan. Juda ham soddasan. Va men aynan sen turgan joyga yangisini qurdirdim. Shuning uchun ham men seni nishonga olgan kamonchiman. Shuni quradigan men redstone'chini yolladim. Sen bir soat o'g'irlab ketgan redstone'ni haqida gapiryapsanmi? Sen o'g'irlagan narsa shunchaki men tomonidan yo'llangan odamlarimning soxta iti edi. Bir milliard yildan so'ng. Yo'q, vaziyat yomonlashdi shekilli. La'nati. O'rtoq, tur. Ish bor senga. Men nafaqaga chiqqanman, ishlamayman. Tur joyingdan hozir. Mana bu bilan bir shapaloq so'raman. Ortimdan yur. Mana bu yerdan narsalarni qurishimiz kerak. Yangidan narsalarni. Sen bu ishni uddalasang kerak, ha? Ha, yo'qadi, lekin men nafaqaga chiqqanman. Seni bo'yningga nima qilgan? La'nati. Yo'q bo'yin. La'nati. Xo'sh, endi bu yerda o'zim qaytadan qurishim kerak shekilli. La'nati. Bu yana nima bo'ldi? Sen bu yerda nima qilyapsan? Tashqaridagi mening narsamni qaytadan qurib berasan, tushundingmi? 5 daqiqadan so'ng. Qani ko'raylikchi. Yo'q-mo'yo, mana nima? Sen nima deb yozib tashlagansan u yerga? Bu nima bo'ldi yana? Buni. Bu yana nima bo'ldi? Daraxtni nima qilyapti? Sen nima harflarni hojatxonada o'rganganmisan? Nega Verity demay Verity deb qo'yding? Yo'q-mo'yo la'nati. Ana endi jangni qaytadan boshlaymiz. Verity, senga olmoslar yoqadimi? Yo'q, menga ko'proq oltin yoqadi. Ha, bunga oltinlar yoqadi. Bunga oltin bera qol. Xo'p, bo'ladi, hozir bajaram. Komod blokning ichiga hozir shunaqa deb yozaman. Hamma yer oltinga aylanib qoladi. Nega mening rangim ko'k bo'lib qoldi? La'nati, nima qilding? Diamond odam. Nima qilding la'nati? Menga diamond yoqmaydi dedim senga. Shunchaki hamma yer go'zal. Ana endi mana senga. Verity. Verity, nima qilyapsan? Unga yordam ber. Bu hech narsa emas, bu hali holva. Hali mendan ko'ra men bu yerda eng kuchlisiman. Bo'ldi, uni qo'yib yubor, Verity, u qiynalib ketdi rosa. Ana endi mendan ko'rasan Verity. Bu yoqqa kel. Nima qildik Verity? Aytdim senga bu hali holvasi deb. Bor, endi unga yordamlash. Yo'q-mo'yo, ikkalasi qo'shilib oldi, la'natlari.
Bo'ldi Verity, bu g'irromchilik. Endi ana bu odamingni qo'shma. Ana endi o'zing faqat jang qilasan. Tek, u ketdi. Ana endi qo'zg'olonni boshlasak ham bo'ladi. Hammang turjoyingdan la'natlar. Tur, hammang tur, sasib uxlamang. Ishni boshlaymiz. Ketdik. Tezda yuringlar, tezda shoshilish kerak. Hammang sasib uxlab yotmang, ertaroq tur edi-da. Hozir mana bu knopkani bitta bossak, hamma ish hal. Va buni bosamiz. Yel la'nat ey. Bu nima bo'ldi yana? Yel la'nati. Bu nimani ovozi bo'ldi? Dream, bu nimani ovozi? Hammaga salom. Bugungi videoda men Verity'ga yangi o'yin sotib oldim. Kommentariyaga 1 dan 10 gacha baho berib chiqing. Obuna bo'ling. O'ldim. May yo'qol bu yerdan. Xo'p, hozir aldab borib men gol urmasam bo'lmaydi. Verity, sen xuddi koptokka o'xshaysan. Nima qilyapsan? Sen hitliklar qaytar yurtiblar. Olib qo'yinglar, la'nat yering. Gol!